shoshmay turing. Videoni o'tkazmay turing. Agar sizni qo'y, ot, it, mushuk, echki, parranda shunga o'xshash hayvonlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu aynan siz uchun. Bugun chorva mollarini oqsil kasalligi haqida gaplashamiz. Ya'ni ba'zi bir chivalarda ovsin, oqsil, yashur kasalligi bilan mashhur. Bu kasallik qanday tarqalishi, qanday ko'payishi va hayvonlarga qanday kasallanib qolishi o'sha haqida gaplashamiz. Bu kanal Ziyodlar Sobitjon kanal bo'ldi. Bu kanalda hayvon kasalliklari, klinik belgilari, davolash usullari haqida video qo'yib boriladi va kunlik yoki haftalik videolar haqida gaplashamiz. Agar sizni qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiring, bizni kuzatib boring. Bo'lmasa biz oqsil kasalligi haqida gaplashamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib boring. Bu oqsil kasalligi virusli kasallik bo'lib, bu asosan qoramollar, qo'ylar, cho'chqalar, echkilarda, qishloq xo'jalik hayvonlarida uchraydi. Bilib qo'ying, bu kasalligi bilan otlar kasallanmaydi. Bu asosan bu kasallik qishloq xo'jalik hayvonlarida, ya'ni chorva mollari hamda qo'y, echkilarni juda ham katta iqtisodiy zararga sabab bo'ladi. Sababi nima uchun? Chunki bu kasallik bilan kasallanganda hayvonlar o'ta tana vazn yo'qolishi, sut mahsulotlarining kamayishi, go'sht vaznining kamayib ketishi, hayvonlar uzoq muddatgacha tuzalishi qiyin, ba'zi bir holatlar darrov tuzalishi mumkin. Endi sizga hech kim aytmaydigan sirlarni ham aytaman. Bu oqsil kasalligi virus kasalligi. Dunyo bo'yicha hali virusga ta'sir etadigan dori ishlab chiqilmagan. Shu paytgacha davolab keladigan doktorlar va barcha veterinarlar hayvonlarning immunitetini ko'tarish, hayvonlar immunitetini mustahkamlash bo'yicha dorilar qo'llaniladi. Bu hayvonni o'zini immuniteti o'sha kasallikka qarshi kurash kerak. Faqatgina har qanday kasallik bilan, virus bilan kasallanganda hayvon o'zi bilan birga bakteriya olib beradi. Ya'ni bu fan tilida ikkilamchi infeksiya deydi. Asosan hayvon og'iz sohasi va tuyoq sohasi jarohatlanadi. O'sha yerda og'riqlar bo'ladi. O'shaning uchun hayvonlarda tana temperatura ko'tariladi. Birinchi dastlabki kasallik belgilari. Ko'tarilganda hayvonning tana temperaturasi ko'tarilib, hayvon istahasi pasayadi. Ovqat hazm qilish sistemasi ishdan chiqadi. Sut mahsulotlari kamayadi. Mayda tuyoqli hayvonlarda asosan tuyoq sohasi jarohatlanadi, ko'p yotib qoladi. Natijada hayvonda temperatura bo'ladi, oziqa yemagandan keyin tana vazni yo'qoladi. Demak, shunday ekan bu kasallik qayerdan keladi, qanday tarqaladi, bu nima uchun kasal bo'ladi, bu kasallikning nimalar sababchi haqida gaplashamiz. Bu oqsil kasalligini qisma-qism qo'yib boramiz. Oqsil kasalligini yana yuqorida aytganimdek, qishloq xo'jaligi qoramol, qo'y, echki va cho'chqalar kasallanadi. Otlar bu kasallik bilan kasallanmaydi. Oqsil kasalligi asosan odamlar yoki havo tomchi yordamida yoki hayvonlarni bir joydan ikkinchi joyga tashiganda, o'sha orqali yoki siz boshqa tumandan yoki boshqa viloyatdan, boshqa respublikadan olib kelganingizda, o'sha olib kelingan transport orqali ham, odamlar orqali ham yuqadi. Siz hayvon bilan kontaktda bo'ladi, ya'ni doim muloqotda bo'ladi. O'sha muloqotda bo'lganingizdan keyin bitta hayvon kasallandimi, keyingi hayvon ham kasallanishi aniq. Chunki u havo tomchi yordamida, odamlar yordamida yuqishi mumkin. Yuqqandan keyin natijada hayvonda temperatura ko'tariladi birinchi dastlab kunlarda. O'sha paytda hayvonning og'zidan cho'lak oqishi mumkin, sut kamayishi mumkin, yelinda og'riq bo'ladi, tuyoqda og'riq bo'ladi, og'iz silliqlarida og'riq paydo bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? O'sha joyda bitta kasallangan hayvon u kasallik manbai hisoblanadi. U hayvonni darhol veterinarga telefon qilib, o'sha kasallikni aniqlash kerak, ajratish kerak boshqa hayvonlardan. Ularni uzoqroq joyga. Hozirgi kunda odamlar eng katta xatosi haqida gaplashamiz. Odamlar bir joydan ikkinchi joyga, ya'ni bozordan mol sotib olib keladi, darhol uydagi molga qo'shib qo'yadi. Bu mumkin emas. Bir joydan ikkinchi joyga mol olib kelayotgan bozordan yoki hattoki qo'shningizdan ham mol olayotgan bo'lsangiz,
u molni kamida 20 kun, olsa 1 oy boshqa xonaga yoki boshqa uzoqroq joyga saqlashingiz kerak. Chunki u kasallik bozorga olib borgan bo'lsa, oqsil kasalligini eng muhim belgilari oqsil bilan kasallangan hayvon tuzalgandan keyin ham u o'zidan kasallik tarqatib beradi. Eng yomoni afasni joyi shu. Ya'ni o'zi tuzaladi, lekin u ham kasallik tarqatuvchi hali. Agar u hayvon oqsildan endi tuzalib kelgan bo'lsa, alsolganiga 1 oy, 2 oy bo'lgan bo'lsa, siz hayvonlaringiz oqsil bilan kasallanmagan bo'lsa, buni albatta bu hayvonlar bilan kontaktda bo'lgandan keyin sizning mollaringiz kasal bo'lishi 99%, balki 100% ham bo'lishi mumkin. Agar immunitet mustahkam yoki emlash yaxshi natija bergan bo'lsa, bo'lmasligi mumkin. Lekin ko'pincha bozordan mol olib keladi, ikkinchi joydan yoki mol olib keladi yoki bitta oqsil bilan kasallangan molni tashigan transport mashinasi orqali o'sha kasallangan mol ortib kelingan, siz bozorga mol olib boryapsiz, molni sotmoqchi bo'lasiz, qaytarib keldingiz. Lekin o'sha boyagi siz ortib kelmoqchi bo'lgan mashinada oqsil mol ortilgan. O'sha molda oqsil kasalligini sulagi yoki o'shani siydik axlati qolgan. U demak mashina infeksiya manbai. Natijada siz bozorga olib boryapsiz sog'lom, olib kelyapsiz qaytarib, mol kasal bo'lyapti. Yoki siz kimgadir sotdingiz, u odam ortib ketgan yoki bozorga oqsil bilan kasallanib turgan mol borgandan keyin natijada o'sha kasallik manbai, siz o'sha molni ishlab turasiz, ma'lum bir soat sotganingizcha o'sha yerda hayvon bilan kontaktda bo'ldi. Demak, havoda bor, o'sha hayvonning o'zida bor. Hayvonni yalashi mumkin yoki hayvon axlat siydigan charcha hidlashi mumkin. Natijada qarabsizki, hayvoningiz oqsil bilan kasallandi. Natijada shu joyda emas, balki 72 soatda, yashirin davri 21 kungacha, ba'zi birlar 1 oy, ba'zi bir adabiyotlarda. Siz natija olib boryapsiz, sotyapsiz, sotganingizdan keyin sizga telefon qilyapti. Oshna, bizning molim kasal bo'lib qoldi. Molni qaytarib oling. Lekin siz mol sotgan payt sog'lom bo'ladi. Lekin o'sha bozorda o'rtadagi muammo o'sha bozorda bo'lyapti. Shuning uchun yangi mol sotib oldingizmi, abzatinni molni ajratib qo'ying. 20 kun o'sha joyga molni qo'yishmang. Siz qo'yishmasangiz 20 kundan o'zingizning mollaringiz xavfsizligini va bu molning xavfsizligini ta'minlaysiz. Nima qilishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Bozorga yangi mol olib keldingiz. Olib kelganingizdan keyin molga birdan suv bermang. Birdan yemish tashlamang. Mol kelsin, tushgandan keyin biroz damini rostlasin. 2-3 soatlardan keyin, kamida 4 soatdan keyin og'iz tilqarlarini dezinfeksiyalovchi vositalar, aptekalarga borsangiz, aptekalar beradi. Og'izni yuving. Margan sopka yo muz ko'parasi bilan ham yuvsa bo'ladi. Tuyoqlarni yuving. Tuyoqlarni margan sopka bilan yoki bo'lmasa muz ko'parasi bilan yuving. Keyin bu yangi olib kelgan molga bergan idishingizda suvni bu uydagi doim saqlanadigan mollarga bermang. Uni adini saqlab turing. Natijada siz hayvonni 20 kun davomida, ya'ni sinov bo'ladi va uydagi boshqa mollarni saqlab qolgan bo'ladi. Endi bu kasallikni o'sha tarqalish yo'llarini yana o'rganadigan bo'lsak, o'sha kasallangan hayvon turgan joy yoki o'sha kasallik bilan o'sha kasallangan molni joyiga borganda cho'chqa bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, echki bo'ladimi, o'sha kasallangan hayvon yotgan joy yoki turgan joylarda o'sha mol bordimi, abzatini u mol kasallanadi. Chunki bu virus kasallangan. Bu asosan mayda tuyoqli hayvonlar tuyoq sohasi kasallanadi. Tuyoq sohasi kasallandimi, natijada o'zi boshlandi. O'shani ajratib olishga siz qanday qilasiz? Siz ko'pincha bilmasligingiz mumkin. Birinchi kuni hayvon dastlabki yashirin davri 72 soat, ba'zi birlari 21 kungacha. O'sha bo'limi darhol veterinarga murojaat qilib, o'sha kasal hayvonni bu sog'lom hayvonlardan ajratib olish kerak. Ajratib olganingizdan keyin hayvonda o'zi temperatura belgi boshlanadi, veterinar kelib aniqlaydi. Asosan bu qayerga kasallanadi degan savol tug'iladi. Asosan ba'zi bir hayvonlarda, mayda tuyoqli hayvonlarda tuyoq sohasi. Lekin yirik sog'li hayvonlarda birinchi og'iz qismida, ya'ni stomatik belgilar bilan xarakterlanadi. Ya'ni og'izda harorat, ya'ni o'z butun tana temperaturasi ko'tarilishi 41-42 gacha ko'tariladi. Keyin og'izdan tushgan so'lak yoki o'zi chiqargan axlatlar bilan o'zi yotgan joyda tuyoqning kirib qolishi, tuyoq og'izdan tushgan so'lak tuyoqqa tushgan natijasida tuyoq ham jarohatlanadi. Tuyoq ham kasallanadi va tana temperatura ko'tariladi. Keyin tuyoqda og'riq bo'ladi. Natijada hayvonda
kasallik shu shakl, ya'ni bir hayvonda ikkinchi bu. Siz hayvonni bolasini emdirganingizda yoki boshqa hayvon bilan bu hayvonni birga boqqaningizda ham yuqadi. Keyin o'tlangan joylarda, masalan, sizdan oldin kimdir oqsil bilan kasallangan hayvonni o'sha yerga boqib ketgan, lekin siz ertangi kuni shu joyga boqyapsiz. Borib qo'ydi yoki moldi. Albatta kasal bo'lishi aniq. Keyin o'sha kasallangan hudud, ya'ni o'sha kasallangan hududda havoda, ya'ni o'sha bitta kasallik chiqdimi, demak o'sha atrof, ya'ni kasallangan hudud hisoblanadi. Oqsil kasalligining manbai. O'sha joyga eshitsangiz, avvalasi molni haydab bormang, uydan dalaga chiqarmang. O'sha kasallangan xonadonga siz o'z bormang. U odam kirishiga ham yo'l qo'ymang. Natijada bu hayvoningizni doktorni chaqiring, vaqtida emlating. Keyin havo tomchilik, ko'pchilik o'ylaydi, men uydan dalaga molni chiqarmasam ham kasal bo'layapti-ku degan savol bor. To'g'ri, siz uydan dalaga chiqarmayapsiz, lekin siz havoni to'sib qola olmaysiz-ku. Oqsil bilan kasallangan hayvon sizdan teparoqda turibdi. Shamol tepadan pastga qarab eslayapti. O'sha yerda havo tomchilari bilan o'sha kasallikni olib kelishi mumkin. Eng yaxshi yo'li buni veterinar mutaxassislarni chaqirib, hayvonlarni vaqtida chaqirib emlatish kerak. Emlansa hayvonlar yengilroq o'tadi. Ya'ni siz ko'pincha odamlar bunday xatoni qilishadi. Oqsil bilan kasallanadi, kasallanib bo'lgandan keyin doktor chaqiradi. Undan keyin emlang dedi. Unday qilish bu noto'g'ri. Chunki oqsil bilan bitta hayvoningiz kasallandimi, qolgani ham kasallandi. Ya'ni 80% kasallangan bo'lish kerak. Siz emlaganingizda oqsilga qarshi emlaydi. Emlagandan keyin qarabsizki, bitta molingiz o'rnida hammasi ham kasal bo'ladi. Chunki vakina hali kasallik o'chog'i yo'q joylarda, ya'ni o'sha kasallanmagan hududda urilsa, yaxshi natija beradi. Agarda u sizning molingiz kasal bo'ldi yoki qo'shningizning moli kasal bo'ldi, siz darrov qo'rqdingiz, doktorni chaqirdingiz. Meni mollarim emlam. Unday emas. O'sha kasallik boshlanmasdan oldin doktorni chaqirib, uchastka doktorini chaqirib telefon qilib, mana kasallikka emlab bering deb murojaat qilish kerak. To'g'ri tushunish kerak, bitta doktor bitta uchastkaga 5 ta 6 ta qishloqqa doktor biriktirgan bo'lishi mumkin, ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun qo'ni-qo'shni bilan maslahatlashib, telefonlashib 50 ta, 100 ta molni bir joyga yig'ish kerak, vet vrachni chaqirib vaqtida emlash kerak. Hali kasallik bu o'sha hududga, qishloqqa yoki fermaga kelmas oldi. Lekin kasallanib bo'lgan bo'lsa, uni emlatib turish kerak emas. Emlatasiz, ertangi kuni yana bu qolgan hayvonlaringizdan kasallanadi. Shuning uchun kasallikni davolangandan ko'ra oldin olgan ma'qul. Bu hammasi sizning harakatingizga bog'liq. Keyin ko'pincha odamlar yana bitta xatosi bor. Oqsil bilan kasallangan hayvonni yem berasiz yoki yemish berasiz. Siz ko'proq tashlab qo'ydingiz, mol yesin deb hammasi. Qaradingizki, natija yemadi. Siz yemagandan keyin bu bergan oziqangiz isrof bo'lmasin deb siz yana bu tomonda sog'lom hayvonga berasiz. Natijada shu orqali ham hayvon kasallanib qoladi. U hayvon bilan kasallangan yemishini bo'ladimi, oziqasi bo'ladimi, foydalangan idishi bo'ladimi, aqiri bo'ladimi, chelagi bo'ladimi, nimaga foydalangansa o'sha joyda qolsin. Siz iloji boricha, ya'ni sog'lom hayvonga boshqa odam qarasin, kasallanmagan hayvonga boshqa odam qarasin. Kasallangan hayvonga. Natijada siz o'rtadagi zanjirni uzasiz. Agar siz bu kasal hayvonga qarab, ham sog'lom molga borib oziqlantirib keldingizmi, siz demak natijada boshqa hayvonlarning kasallanishga o'zingiz sababchi bo'ladi. Shuning uchun birinchi sog'lom hayvonga qarab tozalash bilan kiyimni yana hatto oyoq kiyimgacha almashtirib keyin boring kasal hayvonni borib nimaga bo'ladi, og'zini yuvish kerakmi, oyog'ini yuvish kerakmi, doktordan yaxshilab so'rab oling. Boshidan oxirigacha so'rab oling. Men nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak deb so'rang. Qay payt qanday yuvishim kerak, bir kundan 2 mahal doktor sizga tushuntiradi. Shunga qarab hayvonni davolash kerak. Bu hayvon qancha vaqt davom etadi degan savol bor. Bu hayvon hamma hayvonni har xil, immunitga bog'liq. Mahalla hayvonlarda yengilroq, ba'zi bir zotlar hayvonlarda og'irroq o'tadi. Sababi bu immun sistemiga bog'liq. Chunki men yana aytdim, bu virusli kasallik. Virusga ta'sir etadigan dori dunyoning hech qayerida yo'q. Faqatgina oldini olish mumkin. Davolanganda faqatgina ikkilamchi infeksiyani oldini olish, immunitetni ko'tarish mumkin. Tuzalish hayvonning o'ziga bog'liq. Buni eng yomon tomoni bor. Yana aytib qo'yaman, kim aytmaydiganlardan. Aytilmaydigan ma'lumotlar. Oqsil kasalligi bilan hayvon tuzalgandan keyin ham
o'zidan 1,5 yil, 1 yilgacha kasallik tarqatib yuradi. Ikkinchisi, oqsil kasalligi bilan tuzalgandan keyin ham hayvon nima bo'ladi? Hayvon ko'pincha xohlagan payti yoki yilning oxirida yo boshida to'liq tuzalib ketishi mumkin, tuzalmasligi ham mumkin. Tuzalgan taqdirda ham yoki xohlagan payt asorat qoldirishi mumkin. Hayvonlarda nima bo'ladi? Kunni issisi bilan ichini tebranib turishi, ich urib turishi mumkin. Mana bunaqa qilib ichini tebranib turadi. Harorat 15 gradusdan sal oshadigan bo'lsa, 20 gradusga chiqib, 40 gradusga bo'ladigan bo'lsa, mana tebranib qoladi. Siz ko'pincha odamlar o'zi davolaydigan bo'lsa, natijada hayvonda kuchli nafas olish bo'ladi, o'pka, ya'ni kislorod yetishmasligi natijasida hayvon nobud bo'lishi mumkin. Asosan bu o'pka sohasini, ichki sohalardan o'pka, nafas yo'llarini, hatto yurak sohasini ham jarohatlaydi. Natijada hayvonda o'sha kasalliklar, ya'ni mana koronavirus kasalligi asorat qoldiradi. Har qanday virus kasalligi asorat qoldirishi mumkin. Shuning uchun bu kasallik darhol boshlanganda veterinar vrachga murojaat qilib, vaqtida davolansa, hayvonga yaxshida to'liq muolaja ko'rsatilsa, hayvon 100% sog'ayadi. Lekin sog'aygandan keyin ham hayvonda ba'zi bir 10 tadan bitta yoki 100 tadan bitta hayvonlar tuzalib ketgandan keyin ham ma'lum bir vaqtdan keyin o'lib qolish ehtimoli bor. Chunki bu virusli kasallik shunday narsaki, bir qaysi bir organda o'zini asoratini qoldiradi. Shuning uchun iloji boricha hayvon immunitetini ko'taruvchi, oziqasini yaxshi oziqlantirishga yem, bida oziqlantirish. Faqat ko'pchilik shu narsaga e'tibor berib qolgan samon. Samon kasallangan hayvonga energiya bermaydi. Shuning uchun bug'doy yormasi, kunjara, granulali yem, premikslar, vitaminlar, o'sha to'yimli oziqalar bilan ta'minlanish kerak. Veterinardan so'rash kerak, qanday oziqlantirish kerak va qancha vaqtda men buni qanday saqlashim kerakligi haqida to'liq hamma veterinar biladi. O'shaning uchun bu veterinardan so'rab olish kerak. Bu kasallikni qanday turga kiradi, buni men qanday saqlashim kerak haqidagi barcha savollarni veterinar ham savollarga javob beradi. Agar javob bermaydigan bo'lsa, videolarni kuzatib borsangiz, har bitta kasallikni, o'sha oqsil kasallikning klinik belgilari, uni qanday saqlash, qanday oziqlantirish, nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi hayvonda qanday kasallanadi, buzoqlar qanday kasallanadi, buzoqlarda qanday kechadi, homilador hayvonlarda qanday kechadi, ularni qanday davolash kerakligi haqida barcha videolarimizni qo'yib boramiz. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolarni kuzatib boring va video